Endi qarangki, bir kun uyda o'tirib biz mehmonxonada deydi. O nevaram gaplashib turib, "Opoqa" debdi, "Ha, Xudo sizni ko'radimi?" debdi. Yosh bola ekanda. "Ha, buvamni ham ko'radi, ha, buvingizni ham ko'radi. Nari opoqimni ham, ha, nari opoqingizni ham, Asalvi ham, Asalvingizni ham, akamni ham, akangizni ham, ayamni, ayingizni ham, dadamni, dadangizni ham, opamni, opamni ham, jijini ham ko'radi" desa, sizni bunaqangizni ham ko'radimi debdi. "Ha" desam, "Ye, Xudoga ko'rsatib qilasizmi?" deydi. Qarang, Xudoga ko'rsatib qilasizmi Xudo qaytargan ishni? Qarang, Xudo qaytargan ishni Xudoga ko'rsatib qilasizmi degan ma'noda Xudoga ko'rsatib qilasizmi degan og'zida turibdi gapi. "Ha" desam, "Yo'q" desam, "Sizdek katta odamni Xudo ko'rmaydi-yu, men yoshmani ko'radimi" degan gapi ham yana turibdi. Aqabaqa qilib tashqariga chiqarib yubordimda deydi. Chiqarib yorib, rosa yig'lab nosqovoqni maydalab tashladim. 35 yilmi, 40 yil chekkan edim deydi. Chekmayapman 2 oy bo'ldi. Bosh og'rig'i ham yo'q, qichish ham yo'q deydi. Hali vosvosga o'xshab qolishlar ham yo'q. Nimaga desam, Xudoni ko'rishidan ko'ra, qarang, Xudoni ko'rishidan ko'ra qattiqroq insonga narsa yo'q ekan deydi. Tashlab yubordim qora aka deydi. Bitta yosh bolaning nimasi bilan.